Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. 3 kanalli kvartira 2-etajda chiqdi. Joylashgan manzilimiz Urganch shahar tez tibbiy yordam больницasi bo'ladi. Yurtdoshlar 2-etajda 3 kanalli remontlab, sazlab, taqlab olasizlar. Kuzatishni davom etinglar, like'larni bosib beringlar. Gazi, suvi, sveti, transportlardan muammo yo'q. Qani ketdik, ichkari qismini tanishib chiqamiz. Yine do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Bu girish qismimiz bo'ladi. Girgandan bu xonamiz ochib berilgan keng hol bo'ladi. Katta bir hovli joylarni keyin dalan qilib qo'yibdilar do'stlar. Girish eshiklarimiz almashgan, sifatli utepленный eshiklar qo'yilgan, yog'ochdan tapchan qilingan do'stlar. Domimizning orqa tomoni oynasi qaragan, isitish tizimlari, registrlari bor bu yerda. Bu yerda 2 xonamiz bilasizlar. Aslında bu yerda bir 2 katta zal dim bo'ladi. Bu yerda yine hojatxonasi, sanuzeli и дальше oshxona, verandalarimiz. Bir bilan tanıştık. Yine bu xonamizni yine spalni qilib qo'yibdilar. Yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Uyimizni olasizlar, sazlab, taqlab yashayverasizlar yurtdoshlar. Joyimizda gap yo'q. Yine bu xonamizda yine aboy qilib qo'yibdi ekanlar. Patologlar ham yine lustralar galagenlar. Bu yerda hojatxonamiz bo'ladi. Yurtdoshlar, bu yerda sanuzelimiz bo'ladi. Do'stlar, bu yerda oshxonamiz aslında kuxnyaga chiqarilgan verandaga Посудомоечник gaz uchotchiklari o'rnatilgan ekan. Kafel fartuqlari, duh kontrli настенный kotellar do'stlar, stabilizator reduktorlari bilan. Ko'rishingiz mumkin, xonadonimiz срочный kelishilgan narxda sotiladi. Ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra sotib chiqqan, ya'ni hovli joylartirlar, uyni kattaytiradilar. Aluvchilarga nasib etsin, kimki o'z ko'chmas mulkini sotib qo'yacak bo'lsa, bemalol murojaat etinglar, sotishda yordam beramiz. Like'larni bosib beringlar. Baskanlar aylayım, duadamız Allah Teala işi zor joylarni bizani sababchi qilsin, topib berishda, sotib berishda, olishda, sotishda Allah bizani sababchi qilsin. Rahmat. Aman bo'lin, ro'zalaringiz qabul bo'lsin do'stlar.